telbalar, niyating yo'ldoshing derlar, har ko'yga solar. Nuroniylar deyishar yaxshidan boqqonlar, bor bo'lsin yaxshi. Ha, nima o'tiribsan? Fazl bobom kutyapman. Fazl boyni kutasan? Veligimni olib ketgandilar. Fazlga berdingmi veligingni? Ha? Kallang bormi? Shunga ham berasanmi? Do'konga borib kelay degandi. Piyoda borsa bo'lmaydimi do'konga? Seni veligingga borish kerakmi? Nima qilibdi jo'raysiz-ku? Jo'ram bo'lsa ham ishonmayman unga. Tushundingmi? Nima berasan? Sotib kelsa, ha? Yo bu joyini sindirib kelsa. Nima bo'ladi? Iltimos qilgandi, shunga bergandim. Qanchada kelaman dedi? 5 minutda kelaman degandilar. Qancha bo'ldi ketganiga? Yarim soat. Mana ko'rdingmi? Yarim soat deysan. Yo'q ana endi veliging ham yo'q, o'zi ham yo'q. Agar 5 minutda kelmasa sen velosiped skuter olib bering deyapti, skuter ham olib bermaysan. Voy, hana keldilar. Ha, Mercedeslik bo'yvachcha? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Mana qizim. Velosipedingni eson omon sog' salomat olib keldim. Eson omon olib kelibsan-a. Senga katta rahmat. Faqat bitta aybi balonlar meni ko'tara olmadi shekilli dam qo'yib yubordi. Seni ot ko'tara olmagan, ko'tarin. Shuni ham minib ketasanmi? Qani buni? Havosi, qani ichida havosi? Aralashmay tur, boyagi garovga qo'ygan narsalarni bersang qizim. Mana telefoningiz. Rahmat. Mana pasportingiz, mana pulingiz. Dam uchun 100 ming olib qolaman. 100 ming nimaga olib qolding qizim? Baloniga, balon dam yo'q-ku. Hey, bitta baloni yo'q, qol, yana ber 100 ming. Unisiga-chi, unisiga. Ha. Boshqa pulim yo'q meni. Piyoda borsang bo'lmaydimi? Velikka minib olib. Bilganimda piyoda borardim. Bor. Bo'pti, mayli qizim, roziman. Tez bo'l. Roziman. Ya qara. Hozirroq borda buni yamat. Tushundingmi? Ikkinchi birovga berma. Jo'raqul, nevarang juda puxta ekan. Hali o'zbekchasiga shusteri deydimi? Bobosiga tortganda bobosiga. Xo'p, bobosiga tortganmi? Sen puxtamisan? Yorib chiqib ketaman puxtalikni, bilasan-ku. Menga qara, senda na aql bor, na farosat. Bu nima deganing? Menga qara. Shu farosat tarqatayotgan paytida sen qayerda eding? Esingda yo'qmi? Yo'q. Egalamiz choyxonaga borib, choyxonada qotib uxlab qolgan edik. Qarang-ya, senga ergashgan men ahmoq. Senga ergashib, men ham farosatsiz qolganman. Mashrabam o'sha edi, befarosat. Ya. Fazli bo'y, yaxshimisiz? Qani? Baxtli yaxshimisan? To'y bola. Haligi jo'ra bo'y, keliningiz bilan g'izdek bozorga o'tib kelaylik, mashinangizni berib turing. Pajjanisi. Bemalol. Menga qara Baxtijon. Garrovga nima tashlab ketasan? Garrovga. Garovga shu o'g'ilchani tashlab ketaman-da. Qani? Mana kel. Qani dinga ber, qani. Ishlavini. Qani o'tdam. Haligi jo'ra bo'y. Haligi. Menga qara. Esimda hammasi. Shoshma. Menga ber, yig'layapti. Yarim soatdan keyin kashasini beraman. Keyin qaynagan suv obshish beraman. Keyin abitda Alloh qilib uxlaymiz keyin. Bo'ldi, borib kelaver. Atta bobo. Izini qo'y. Ey, ko'rdingmi? Puxtalikni o'rgan. Ey, sen puxtamisan? Qada? Ahmoq. U puxtalik qildi. Qanaqasiga? U ham mashinali bo'ldi, ham bepulga bola qarovchi topdi. Haqiqatdan, gaping to'g'ri. Har kuni shunday qiladi. Buni kallaga kelmaganini qarash fikrda. Menga qara, vaqtida tagligini almashtirish ham esingdan chiqmasin. Qaralashma. Ma, ushla, yur. Ma, qara endi o'zing. Endi bolam ke.
Otang mendan pishiq chiqdi-ku. Voy bolama. Yo'q, endi senga kasha beraman. Yo'q, ishlamaydi bu ustoz. Hozir. Assalomu alaykum. Ye. Yaxshimisiz? Baxtiyorjon, kecha kelin bilan bozorga yaxshi aylanib keldilaringmi? Ha, fazil. Lekin jo'ra qildi boqlaring. Ha, endi. Jo'ra qildi. Nima bo'lsa ham endi sen tarix o'qituvchisan-da. Tarix o'qituvchisan. Ha, rahmat. Nimaga buni yetalab kelding? Nima uyim topilmay qoldimi bu? Yo'q, Fazil bova. Bu nevarangizdan shikoyat bor. Ah. Nima qildi yana maktabda? To'polon qildimi? Yo qizlar sochini tortdimi? Ha, yo'q, haliga tarix o'qituvchisiman-ku. Tarixdan savol berdim. Qozonni kim olgan desam, men olganim yo'q deydi. Menga qara bola. Rostdan sen olmadingmi? Yo'q, olmagan yo'q. Bu yolg'on gapirmaydi, bu men nevaram bo'ladi bu. Ha. Olmaganman desa, olmagan bo'ladi-da. Dadasi bilan voiz qayda buni? Dadasi va onasi bilan nima ishing bor? Nima shikoyating bo'lsa, mana menga aytasan. Men o'zim hal qilaman. Ha. Menga qara. Rostdan olmadingmi? Shu nevarangiz haqida alohida gaplashib olsak bo'ladimi? Yaxshi. Kel. Kirdi. Hey! Baxtiyor muallim. Bizning uyimizda 3 ta qozon bor. Mana uchalasi. Agar shu qozonlarning ichida qozoning bo'lsa, mana topib bormi? Fazil bova, men sizni bir aqlli, bilimli inson desam, qo'ying. Ha, shu yerdagi ammo bolang qachon olasan? Qachon olasan-a? Bo'lar-bo'lar. Yo'q, bova, yana 2 soat darsim qoldi-da. Haliga keliningiz kelgan, shuni yetkazib bering. Kelganmi, uydami? Ha, uyda. Bo'lmasa oshga boramiz. Tinchlikmi o'zi? Nima bu yerda yuribsan? Ey, mendan so'ra. Ha. Baxtiyor muallim nevaraga savol beribdi. Ha. Qozonni kim olgan deb. Bu men olganim yo'q deb. Yetilib ketdim. Mana ko'rsatdim 3 ta qozon. Ichida seniki bo'lsa topma dedim. Qo'ysanchi. Hey. Kelib savol shularga berasanmi? Tavba. Farosat bo'lsa ekan bularda. So'rasang. Edima? Bir yil bo'ldi mana. Kampiri xotinimdan, 5 minutga, 10 minutga deb kapirini so'ragan. 1 yil bo'ldi. Hali bergani yo'q. Bular olgan narsasini qaytib bermaydi, Baxtiyor. Ha, o'ylama. Yo'q, endi qozon. Bolani bu yoqqa bering. Bu ham sizlarga o'xshab qolmasin. Nima deydi buni? Jo'ra qil. Ne o'ylab qarasam, Baxtiyor nimaga qozon deb qoldi? Bo'lmasam uyga olib kirdim. Qozonlarni ko'rsatdim. Agar seni qozoning bo'lsa, mana tanib ol. Desam yana bizlarga qarab deydi-da, qozon deydi. Sen nima deb o'ylaysan masalan? Menga qara Fazil. Ikkalamiz oshga ko'p borib turamiz-ku. Uni ham osh yegisi keldi menimcha. Oshga olib borish kerak uni. Ha. Qozon deb shunga shama qilyapti menimcha. Hozir menga qara. Bayramlarda sovg'a-povg'a berib turasan bunga? Ha, 8-marta berganman. Erkak kishiga? Ya, u birinchi o'qituvchisiga ekan, uzray. Menga qara. Bo'l, chaqir. Xursand bo'lib qolar. Telefonga bo'l. Biz bilan birga borib bahonada osh yeb keladi. Zora shundan keyin qozon izdan chiqsa. To'g'ri aytsan, izdan chiqadi shundan keyin, ha. Telefonga kel. Alyo, Baxtiyor muallim. Uydamisan? Yaxshi. Pastga tushib tur. Ish bor. Ha. Tez. Hop.
mehr to'la shoh taomda dasturxonim hikmati palov otliq mo'jizaning budir asl sharbati Sariq kokil erkatoyim qozonga tushsam zihon sening xushbo'y zirvagingda qaynasin butun jahon bag'rimizga marhabo 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 voh voh palov palov dil sirdoshi bir olov oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov voh voh palov palov dil sirdoshi bir olov oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov Dilgilamning rohatisan ey dazira quvvati sen bilan yerdilar shirin o'zbegimning niyati guruch xo'ja dur bo'ldi-yu palovxonni damladik ko'k choy isi yor do'stlar bir umrga jamlandik bag'rimizga marhabo 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 voh voh palov palov dil sirdoshi bir olov oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov voh voh palov palov dil sirdoshi bir olov oshpazning mehri bilan dunyoga kelar palov Bunikini qarang. Ana shular tayyormi? choy olib kelmaysanmi ikkita pelinchni ham olib kel yopgan nonlarni qara o'sha nondan qara polvon aka siz yuqoriga chiqing qara Sizlar ser sabzi dumbalaridan Endi osh zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Baxtiyor, oyoqdimi osh? Ha, zo'r ekan Fazil bo'g'osh. Endi Baxtiyorjon nevaraga o'zing ko'z quloq bo'lib, yaxshi bilim berib, erta katta bo'lsa u ham bir o'qimishli odam bo'lsin deymiz-da. Shunday. Ha, men qarayman-u Fazil bo'g'o, lekin boyagi qozon masalasini yana bir ko'rib chiqishlaringiz kerak-da. Katta odam sizlar, endi sizlarga uyat shuni tushunmaslik. Mayli. Ha, men boray, darsim bor edi. Ammo ko'nglini ko'taramiz, oshga olib keldik. Ammo ko'ngli yozilmaydi, kuningni. Yo'q, qozon deb qozon esdan chiqmayapti. Menga qara. Hayronman ey. Maktab direktorining oldiga borib bir so'rab ko'ramizmi? Mayli, nimaga bu qozon. Jo'raqul. Mashinani qara. Voy. Yo, antikvar-ku bu. Bitta rasmga olmaydi, bitta rasmga. Ana oldim. Yana 2 marta. Nimaga? 3 kishiga jo'nataman-da. 3 kishiga? Ha, xush kelibsizlar. Rahmat. Qani? Endi sizni oldingizga kelishimizdan maqsad bizni nevara shu maktabda o'qiydilar. Yaxshi, xo'p. Tarix o'qituvchisi bor-ku, Baxtiyor. Ha, Baxtiyorjon. O'sha bizni nevaradan qozonni kim olgan deb so'rabdi-da. Men olmaganman desa ham ishonmay uygacha borsading. Men aytdim. Oldingmi desam, nevaram yo'q, bobo olganim yo'q deydi. Baxtiyor shunga ham ishonmadi. Uyga olib kirib, o'zi 3 ta qozon bor uyda. Mana 3 ta qozon, ichida seni qozoning bo'lsa, tanib ol desam, baribir hafsalasi bo'lmadi. Keyin Jo'raqul aytdiki, balkim dedi, biz oshimiz bizga qo'shilib oshingiz kelgandir dedi. Keyin Jo'raqul ikkalamiz Baxtiyorni oshga olib bordik birga. Osh yedik. Osh yegandan keyin qozon esdan chiqar dedik-da. Chiqqandan keyin qanday bo'ldi desam, Baxtiyor zo'r osh ekan, rahmat sizlarga. Xursand bo'lib tursak, baribir qozonni bir o'ylab ko'rishingiz kerak. Sizlarga yarashmaydi desa, hayron bo'lib qoldik. Ya, agar Baxtiyorjon unday degan bo'lsa, balkim nevarangiz tengxo'r jo'ralari bilan, sinfdoshlari bilan qozonni olib, rangli metallchilar bor, alyumin puruchlar. Shularga sotib olgan bo'lsa-chi? To'g'ri. Alyumin bo'lsa chiqarib sotgan bo'lsa. Sotmaydi. Nima deyapsiz? Har kuni o'zim pul beraman.
Nevarangiz sizdan qo'rqqanidan balkim aytmayotgandir. Menga qarang, o'zi maktabda qozon bormidi? Maktabda qozon bor. U katta dosh qozon. U joyida turibdi lekin. Maktab qozonni olmagan bo'lsa, aniq u Baxtiyorning uyidagi qozonni olgan bo'lar. Bir pariza turadi, qo'shni turadi. Olgan bo'lsa olganda yaxshi. Sen menga oshnamisan, ayiqqa oshnamisan? Ey. Ha? Nima Baxtiyor tarafini olyapsan? Olgan bo'lsa Menga qara, seni menga qo'shilib tuhmat qilmoqchimisan o'ylayapsan? Ha? Janjal qilmaysiz. Bu masalaga bir oydinlik kiriting. Siz xavotir olmang. Hech qayerga yozib yubormaydi. Hammasini bartaraf qilamiz. Shunday ko'ngil to'q degan. Rahmat. Choy uchun rahmat. Rahmat. Ey otaxonlar, Baxtiyor aytgan qozon qayerda-yu, sizlar aytgan qozon qayerda? Biroz sabr qilaylikchi, nima bo'lar ekan. Menga qara o bola. Qozonni rostdan olmadingmi? Men olganim yo'q, baba, men olmaganman. 3 kundan beri shu qozonni o'lgur tushimga kirib chiqadi. Maktab direktoriga ham borib keldim. Mahalla ko'yda sharbanda bo'lmaylik deb. Agar olgan bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Mendan yaxshilik kutma bola. Voy dadasi, namuncha shu bolani 3 kundan beri tergov qilasiz. Baqiki bolam o'rgilib ketay, aylanib ketay bu yoqdan kel. Voy bolama. Voy 3 kundan beri shu bolani tinch qo'ymaysizmi? Qozon deysiz. Bu yosh bola qozonni nima qiladi? Men ham shunga hayronman. Ora pastdagi qo'shnimiz bor-ku, tarix muallim Baxtiyor. Ha. Sinfda hammani ichida Mumtozdan so'rabdi, qozonni kim olgan deb. Voy o'lmasam. Sen oldingmi qozonni? Yo'q. U qozon olmaydi. Voy, u qozon nima qiladi? Uyimizda shuncha qozon turibdi. Men ham shunga hayronman. Voy, ha, bo'pti. Kechqurun dadasi bilan ayasi kelsin, aytaman, sekingina so'rab ko'radi. Ey. Bu dadasi bilan ayasiga aytsang, keyin Baxtiyorga tushib, bitta qozon uchun ikkita qo'shni ko'ngil hal qilish kerakmi? Baqir-chaqir qilib, kerak emas. O'zimiz hal qilamiz. Shu kim bu ishlaydi deysiz uni? Tarix muallim deyapman. Ha, o'qituvchimi? Menga qara bolam. Bor, bolam chiqib turdi tashqariga. Chiq. Quloqingiz tuting. Nimaga? Mana bu bola eshitib o'tirmasin, maktabda hammaga aytib yurmasin. Keling, quloqingiz tuting. Qara xotin. Mana shunga aqlim yetmabdi. Ana. Rahmat senga xotin. Meni juda bir noqulay ahvoldan qutqarding. Qarab, maktabni ham 5 baholar bilan tugatgansan. Ha? To'g'rimi? Ha, shunday. Bo'lmasam men Jo'raqul bilan maslahatlashib bu masalani oxiriga yetaylik. Ha, shunaqa qiling. Rahmat. Xo'p, Jo'raqulni oldiga boray qar. Ha, keyf azli. Ha, Jo'raqul. Nima tomosha qilyapsan? O'g'limni sog'indim. Ancha bo'ldimi kelmaganiga? Ha, ancha bo'ldi fazli. Bir xabarim olmaydi ya. Buni rasmini ko'rguningcha, video qo'ng'iroq qilib ko'rishib gaplashasan. Ham qayerdaligini ham bilasan. Shunday qilsa bo'ladim. Qopki, Qani? Nima deb yozgansan? Alijon o'g'lim deb yozganman. Ha, mana bor ekan. Mana. Hozir chaqiryapti. Chaqiryapti dedi. Mana, ko'r. Alijon. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Uydagilar zo'rmi? Meni eshityaptimi hozir bu? Ha, eshityapti. Yaxshimisan o'g'lim? Qayerda yuribsan? Qarang, ota, men qayerlarga keldim? Qarang. Endi bu avliyolarni bir ziyorat qilib kelay deb keldik-da. Bilasiz-ku, savob ishlarni qilib yuraman. Ha. Yaqinlarga ham savob ishlar qilaman-ku, bilasiz-ku. Shu desangiz,
ularni ruhini bir shod qilay dedim-da, ota. Ha, bir duo qilib qo'ying bir avliyolarga kelib, menday ularni yo'qlab turaylik deyman-da. O'tganlarni ziyorat qilib yaxshi qilsan. Lekin mana tiriklarni ham bir ziyorat qilgin. Axir 1 yil bo'ldi seni ko'rmaganimga. 1 yil, 1 yil. Dada, boraman. Lekin ish ko'p-da, ish ko'p. Ey, ish qachon tugagan, ha? Mana ziyoratga vaqt topibsan-ku, bolam. Endi hozir ta'tildaman-da, shuning uchun keldim-da, dada. Nima? Ma o'chir. Jo'raqul. Ha. Siqilma, Nima qilmay, nima qilib sog'inib ketdim axir. Bir ko'ray demaydi. Shuning uchun aytadi-da, bolani ko'ngli dalada, otani ko'ngli bolada deb. Shunday. Otam aytardi rahmatli. Ey, men ham g'animatman bu dunyoda. Mendan tez xabar olib tur derdi. Xabar olarmiding? Ko'rdingmi Jo'raqul? Bu dunyo qaytar dunyo. Ha, sen ham otangga juda ko'p xizmat qilgansan, duosini olgansan. Hali o'g'ling senga hali juda ko'p xizmat qiladi. Ey, menga qara. Qozon masalasining javobi topildi. Shundan gapir, nima bo'ldi? Kampirim bilar ekan. Qozonnimi? Kampiring olganmikan? Yo'q. Yur, tushuntirib beraman. Nima? Ay, odamni tushuntirmay. Alo. Ha, Baxtiyor? Yaxshimisan? Uydamisan? Ha, pastga 1 daqiqa tushasanmi? Ha, qozon masalasi hal bo'ldi. Tish, hop. Ey, xursand bo'ladigan bo'ldi. Baxtiyor. Yaxshimisan? Endi Baxtiyorjon, qozon masalasini iloji topildi. Yaxshi. Kampirim aytdi. Kampirim bilar ekan-da. Uni aqliga qoyil. Ha, maktabda ham zo'r o'qiganda. Ya, endi bizlar ham o'qiganmiz. Esimizdan chiqqanda. Esimizdan o'qimaganda bu yilama. Ha, tushungan bo'lsalaringiz juda xursandman, Fazli bova. Men juda xijolat bo'ldim. Nahot shuni ham bilmasa deb. Kech bo'lsa ham tushundik. Jo'raqul, yukxonani och. Hozir. Och. Hozir. Mana bu senga. Kampirim aytdi. Baxtiyor yangi ro'zg'or. Uyga bir kirganimda kichkina qozonchasi bor, dedi. Endi o'qituvchilarning oyligi sal pastroq, shunga haligi ololmayotgan bo'lsa kerak deb kampir qozon olib beringlar dedi. Mana sen gapda yangi katta qozon. Siz sal tushunmabsiz-da. Ey, sovg'a senga. Yaxshi kunlaringga ishlat. Sog' bo'lgin. Shundayligini bilganimda, mashinani birinchi kim yaratgan deb savol bergan bo'lar. Hayotda ko'p voqea, mutoyibalar, niyating yo'ldoshing derlar, har ko'yga